Qizimning köygini rost edi, kelinimning köygini yolg'on. Bu xotinni etpaymaydim, o'g'lim majburiy olgan deydigan qiynonlavaka kelinlarga o'shlik qilib. Ammo birsi dat etib qoldi mening ayrimxonamga. Ammo ichimga patmadi modatlar. Barliq kelin qizlar bu filmimni tuyjani besibtinglar. Mush qiynonlarga tuyjan bo'lsin. Bugun haqiqatni so'zlayman. Shunlashqa men meg'izini qabul qilib shaklini tashiytasizlar. O'z qizingizni 20 yil beqib to'y qilgan chaqda "Voy cho'ng uyda turamdiga yo ayrim uyda turamdiga" deysiz. Agar qizingizning mayli bor o'g'il bola cho'ng uyda turma deb qolsa, amal yo'q shu qizni bersiz. Qizimga o'z qizingizdek qarab qo'ying, mehringizni berib qo'ying deysiz. Menga o'zing tekkan o'g'ankin g'ayutini qilib kelmay oldimga xizmatini obdan qil deb avatmaysiz-yu. Ikki yig'iz gap qilib qo'ysam yomonlab ketdi kelinim deb o'g'lingizga dot etasiz. Qizimning mayli ekan, bo'lmaydiganimiz cho'ng uyga bermaydim deysiz-yu. O'g'lingiz xotin olgan chaqda mening oldimda to'sin, necha yil xizmatimni qilsin deysiz. Ha bo'libdi deb bichari kelin oldingizga kelib xizmatini qilsa, voy opam deb parvoni bo'lib atrofingizda qimg'in qilmayvassa. Qizimning ko'y ishlari rost edi, kelinimning ko'y ishlari yog'an. Bu xizmatlarni qilishlari haq edi, men bu kelinni pulga olgan. O'g'lim degan ko'zi ko'rma bu xotinning nariga kuyab qolgan. Hech bir ish ko'zimga sig'maydi deb qo'yib, o'zingizga tasalli beryapsizga, mendan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, qochtig'i sog'ini sog'an. Bilib qo'ying, siz shu qadrini qilmagan shu keliningizni o'g'lingiz so'yib turib, yaxshi ko'rib turib amriga olgan. Shunda qilib bichar kelinning ichiga siz datni o'tkazib o'tib qolgan. Kichik o'sama tarbiya qilib qo'yay, mushunda kelinlarni qoqishtirayotgan qiynonlar. Oilaning gullanishi mehr muhabbatdan keladi. Oilaning gullanishi jidal majrodan, xopiliqlardan, azor berishlardan yiroq turganlarga keladi. O'z qizingiz bir tal bo'lsa, ikki tal qilib bilan keliningiz bilan kelinim emas, qizim deb mehringizni bering. Kunlarning bir kunlarida beshingiz yostiqqa yetganda, gapning eng chiroyligini desam, qizingiz yugurib kelib bo'g'icha keliningiz yostiqqa beshingizga qo'yib bo'ldi. Qoningizdan bir narsa o'tmasa, suyuq salang oshdan birini tayyor qilib oldingizga akab bo'ladi. Mana bu siz bir umr azor bergan keliningizdan sizga eng oxirida qaytaradigan javobi. Suv ichadigan quduqqa tükürmagan yaxshi, o'lmasak yana usaymiz deydigan gap bor. Bir uyda turgandan keyin ancha-muncha o'simo keliningizning aytvarini qilib, "Voy balam" deb qo'ysangiz, ko'ngildan suv ichida emasmi? Shundaq yig'lab gap qilibdi bir qiz. "Voy miyassar, mening qiynapam nimish qizning qiynapangizga o'xshamaydi. Sizning qiynapingiz shunda yaxshiki, hammani buzib chiqaversangizmi, urib chiqaversangizmi sizga gap qilmaydi ekan. Hamma ishingizga yordamni shiplam turdi ekan. Mening qiynapam bo'ldigan bo'lsa, mayli men ish qilish bermisimi mayli, men bir ochig'limisa, ko'tildimisa, bir o'g'liq bir meni bir chaqmisa deb ketma. Yo'q yerlardan jidal terib, mush yo'ldoshimizning o'tirliqig'imi azarchiliklarni beksep ketib boradi. Ajrashib ketay desam, "Bolam ba, shunlashqa men chidab ketib borma" deyotdi. Shu kunlarga selvatkidek shu oldingizga kelinni nimanchalar qiynaysiz. Shundaq bir ochig'im ketdi-ki, bugun shunda bir mush so'zligim kelib qoldi do'stlar. Izchil sizlarga yaxshi filmlarni ishlab mushuna qilyotdim. Endi bunda yaxshi filmlarni ishlash orqali nurg'ulg'an qiynonlar ko'rish orqali o'zini o'zgartiradi ekan. Ba'zi odam ko'zimi o'zgarmaydi ekanda, to'xtabdi, "Ma qizning qiynapisi shunda bir ko'ngil bo'ldi ekan. Bu qiz bo'lsa bir chatoqchi, buzg'unchi bir qizga, mushundaq oldida mushunda kelingimi azar bermay yaxshi muomalalarni qilayotgan qiynoni bo'g'ayda. Men kelinimga bir shunda bir umdango mening kelinim shunda bir muloyimgo, menmi kelinimga yaxshi muomala qilay deb o'zini o'zgartirib oldi ekan. Miyasar sizning filmingizni mening qiynapam shunday yaxshi ko'rdi. Shu filmingizni ko'rgandan boshlab menga yaxshi muomala qilgan bo'lib ketdi degan kelinlarmi oz emas edi. Menga yaxshilik tepilmaydi, yomonlik unutilmaydi deb do'stlar. Bu yomonlikni hargiz o'ylamanglar. Mayli cho'nglar bo'linglar, mayli kelinlar bo'linglar, yaxshi o'tganga nima yetadi 4 kunlik jahonda. Bugun ko'rgan adamimizni at ko'rmayvasak, azar berib nima qilamiz bir-birimizga. Deysizlar, siz yaxshi bo'lg'achqa qiynoningiz yaxshi deysizlar. Meningmi ayibim 5 kishilik bor. Menmi eshitmaysiz bir odam. Menmi bir narsani qilolmasam oson terikimay qo'playman. Qo'lim qanliq, go'yda qimmat narsalarni, go'yda azam narsalarni chiqib o'tib qarab o'tirib qolaman. Ko'ksi qonni daryoda qiynapam. Shularni singdirib o'tadi. Shunga kelinlaringlarni, o'zinglarni qizdek ko'rsanglar, xatoligi hargiz ko'zinglarga ko'rinmaydi. Bugun oddiygina bir tomoqni etib chiqdim, lekin mening bu oddiygina tomoqimda so'zlangan bu mazmunlarni, barliq qiynaplarning to'g'ri tushunishini, kelinlarga baga azarlarga pushaymon qilishini umid qilma. Voy mushiyaga salom qilib baxmabdim-a, filmimning oxirida bo'lsa salomimni qilib qo'yay do'stlar. Miyasarning salimi bag'an sir unutilib ketyapti, mana endi oxirgi ketdi deydigan bo'ldinglar-da do'stlar. Barliq do'stlarga men Taranchkili Miyasardan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Barliq oilalar xushal xuram tinch amon bo'lsin, xopiliqdan yiroq bo'lsin. Qiynonlar kelinga amroq bo'lsin, kelinlar qiynonlarni hurmatlab bo'lsin. Bugungi filmim ishida oxirlashdi. At ko'rishaylik, xayr xo'sh. Meni go'njoq qilishni unutib qolmanglar, yurak berishni unutib qolmanglar.